Hop, men uzugingizni aka, brilliant uzugingizni $450 qilib beraman. 5 million 400 bo'lyapti. 5 million 500 qilib beraman aka buni. Ha, bo'ldi, xo'p aka. Mana tillalaringiz aka, hammasini yaxshi aniq ekan, faqat bo'lmaganda 583 585 ekan, zavodskiy narsalar. Mana buni zargarasi ekan. Men buni ham bitta narxda hisoblayman, faqat toshiga minus qo'raman buni aka. Qancha olib tashlaysiz aka? Har bittasiga birdan olib tashlayman, общий 2 tosh olib tashlayman aka. Bo'ldi. Agar xohlasangiz, chiqarib tashlayman toshini. Yo'q aka, besini bilsanglar kerak. Besini bilsanglar bilamiz endi. Necha puldan qilib berasiz endi aka buni? O'rta narxida, besini o'rtacha narxida olamiz aka. Aniqroq biz endi bilmaymiz. Shu telefonda aytganimizda 1 milliondan qilib beraman aka. 1 milliondan? 1 million 100 dan qilib bering aka. 1 million 100 dan to'g'ri kelmaydi aka. Shu ikki toshingiz aka. 97 bo'ldi. 1 million 100 dan to'g'ri kelmaydi aka. Agar sizga tilla kerak bo'lsa, men o'zim sotaman. Men bu narxda sotaman aka. Mana siz tillangizdan hech qattiq kam emas. Zo'r bo'lsa zo'r aka. Yomon 1 million 50 mingdan beraman agar olaman desa. Yo'q aka, men o'zimga pul kerak bo'lgani uchun tillalarimni sotaman-da hozir. Misol tariqasida sizga aytolman-da, men 1 million 100 dan ololmayman buni. Chunki men bu narsani 1 million 50 dan sotishga roziman. Buni ham shunaqa arzon narxga qo'yaman aka. Ustida unaqa katta foyda qilmaymiz dedi. Mayli 1 aka. milliondan to'g'ri kelsa, men aka Qimmatroq hisoblab beravering aka, pul zararli. 2 toshingizni hisob tashlaganda aka, 1 milliondan bo'lganda 33 million 970 ming bo'ldi. 34 million qilib beraman tekis qilib. И mana o'zingiz 5 million 500 bo'lsa, hop, 34 million 500 и 5 million 500, 34 million 5 million 500, 39 million 500 bo'ldi. Tillarasiz. Aka, ma'malarimni 20 mingdan qimmatroq olib qola olmaysizmi? Kumushlar. Buni ham o'z siz tushuntirdim. Aka, 20 aka endi o'zi 15 ming olamiz bu narsani aka. To'g'risi. Chunki birjada kumushni narxi $2 aka. Undan ham pastroq. Endi men aka biznes qilaman deb qilishimiz uchun arzon olishga majburmiz aka. To'g'ri tushundingmi? Men ham biznes qilaman deb olib qo'ydim-da, bunaqadan ko'p aka. O'shamada deganingizga men sizga 20 ming dollar. O'zi 15 ming olaman aka. Даже undan ham arzon olaman. Ochuv gapda. Mayli aka, hisoblab beraveringchi bularni ham unda. Bo'ladimi aka? Bo'ladi. Rozi bo'ling, faqat aka. Endi boshqa ilojim yo'q aka. Ko'p olaman bularni aka. Bo'ldi, bemalol. Yangi narsa, men o'zimni ham zavqi bor aka. Просто pulimizda tisham anaqa bermaydi aka. Shu aka. Qarang aka. 372 58 20 ming so'mdan. Hop, 7 million 450 ming bo'ldi. 7 million 500 qilib beraman aka. Bo'ldi aka, общий nech pul bo'lyapti shunda? 7 million 500, hop, plus 39 million 500. Общий summa 47 million bo'ldi aka. Bo'ldi aka, menga to'g'ri keladi aka. Rozi bo'ling, faqat. Aka, uyda yana bir 5 kilochami kumushim bor-da, yesli shu yana olib kelaman oldingizga. Bo'ldi aka, bitta 40 million, 7 million bersam bo'ladi. Mana 7 million aka, o'sha kelish